Kelinglar, bugun TTZda ochilgan yangi bolalar o'yingohi kelgan ota-onalardan fikrligini bilamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat ko'p. Kim bilan keldingiz? Oila a'zolarim bilan, jiyanlarim bilan. Bugun jigarlar bilan keldik. O'rtoqlarimiz, dugonalarimiz, qizlarimiz hammamiz keldik. Biz qo'shnilarimiz, bolalarimiz bilan keldik. Rosa ko'pchilik kelganmiz. Qizim bilan. Fikringizni bildira olasizmi qisqacha? Ha, voy biza ertalabki kelganimiz, mana hozirgacha yuribmiz. Shundoq obedga chiqib keldik. Narx-navosini chiroyli qilib qo'yishibdi. Juda ham shinam, chiroyli, yaxshi, qulay, ham arzon. Juda anaqa maydoncha yangi ekan, juda yoqdi. Birinchi navbatda salqin, bolalar terlab, bunaqa pishib qolmaydi. Keyin toza, ozoda shunisi yoqdi. Keyin katta bolalarga ham mo'ljallangan, kichiklarga ham mo'ljallanganligi yoqdi. Fikrim zo'r, juda ham a'lo darajada. Kelinglar, tavsiya qilaman. Masalan, menga yoshim katta bo'lsa ham juda ham yoqdi. Ayniqsa bolajonlarni o'sha o'yingohga kirgizib olib, endi biz kattalar endi o'ynamaymiz, o'shanga mana bu yoqqa kirib, ice tealar ichib, kofilar ichib, nima yedik endi? Shirinliklar yeb o'tirdik. Juda ham zo'r, rahmat. Tavsiya qilaman, kelinglar. Yana kelgan bo'larmidingiz? Ha, voy, har kun kelamiz, uyimiz shu yerda. Yo'lni bu yoqqa o'tsak bo'ldi, mazza qilib. Qizimni o'ynatib ketaman har kun. Ko'p kelib turamiz, xudo xolasa, jiyanlarimni olib, bolalarim, ana jiyanlarim hammamiz o'tamiz. Juda ham chiroyli ochibsalar. Endi menimcha biz har kun kelsak kerak, uyimizni yonida. Shu, lekin yaxshi ekan, nima deydi, puliga arziydi. Juda qimmat ham emas, arzon emas, lekin puliga arziydi. Oilaviy shaharcha zo'r.